Bizlar bu narx bilan vizov tashlamoqchi emasmiz. Sababi vizovni evakuatorga haydab yuradigan odamlar tashlaydi. Bizlar esa mashina narxini aytamiz. 12500 dollarga Tachka Midnight 2025-yilga ishlab chiqarilgan Cobalt mashinasi. Kuzov, texpasport hamma yo'g'i 25 pachka turibdi. Boshlang'ich to'lov 1800 dollar to'lavingiz bo'lsa, nomingizga 5 yil muddatgacha rasmiylashtirib beramiz. Bonusiga metan gaz baloni bor. Zapaska taqilmagan. Juda ko'p odamlar vizov tashlaymiz, bizdan arzoni yo'q, bizdan unisi yo'q, bizdan bunisi yo'q. Unaqa zamondan o'tib ketdik. Pulingiz bo'lsa, naqdga любой odam mashina sotib oladi. Kreditga ham hozir 21-asr. Vizovni taksi parkga qo'ysa bo'ladi. Bizlar esa mashina sotamiz. Boshlang'ich to'lov 1800 to'lov bo'lsa, 100 ta odam kelmaydimi? Farqi yo'q, tanlab olib ketaversin mashinani. 5 yil muddatgacha eng past ustamalar bilan aylanma 18% dan tashkil topyapti. Bizdan arzoni yo'q deyishimiz mumkin, sababi bizlar kam foizga ishlayapmiz. Shuni hisobiga bunaqa avtokreditlar bitta emas, soni mingta. Odam o'ziga yoqqan joyni tanlaydi. Shuni hisobiga marhamat, mashina yoqqan bo'lsa sotib olishingiz mumkin.